Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun mana Farg'ona viloyati avval degan joyga keldik. Bu yerda mana ishlarimiz xudo xolasa bitdi. Bitgan jarayonlarni chiroyli qilib video qilib chiqaraman. Mana qisqa videolarni ham chiqaraman. Buni ko'rasizlar. Ajoyib chiroyli holatda chiqdi. Hozir mana uzoqdan turib ko'rinayotgan holati. Mana xonadon egalari amakim ham shu yerda. Amakim mana ishlarimizni ko'rdingiz. Sizga ishimiz yoqdimi? Shuni bir klientlarga o'zingizga bir ma'lumot bersangiz. Usta rahmat, mana juda chiroyli chiqdi. Mehnatlaringizga rozi bo'lasizlar. Mana Boshqa misol haligi o'ylanayotgan odamlar boya qildiraymi, qildirmayman. Tez bitish jarayonlariga nima deysiz? Mana hozir hech qancha vaqt bo'lgan yo'q kelganimizga. mana shu 1 soatning ichida mana shu uyimiz O'sha bitib qolibdi mana. tugadi mana. Tugadi mana. O'sha paytda hozir boshqa narsani kutib turish ham shart emas. Bemalol ishingizni qilaverasiz bemalol. Ham tez bitadi, sifati ham zo'r. Because gipsokardon qil, malyar olib kel, yana bu yerda rasvo chiqib ketadi. Undan mana abo'y bo'lgan joy ekan, qadrli obunachilar, abo'y bo'lgan joyga qilib berdik mana. Bu mana 1 soat ichida ishlab bityapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Amaki savollar bo'lsa bemalol berishingiz mumkin. Yo, usta rahmat, mana juda chiroyli chiqdi. Xursand hammamiz. Yana biror maqsadlar bo'lsa yana Tavsiya qilaverasiz. Qolganlarga ham xullas bemalol tavsiya qilaverasiz bu narsani. Bemalol garantiyasi bor. Mana o'sha YouTube'da ko'rgan bo'lsalaring, bizni Instagramdan qayerdan olgan bo'lsalaring ham nomerimizni kачествоsi va o'sha videoda qanday bo'lsa o'sha holatda chiqqan. mana o'sha tanlagan nimamizni olib kelib O'sha gullaring. O'zlaringga yoqda shu narsa tog'a. Mana unaqa materialda unaqa hid degan narsa yo'q. Hozir misol boshida gaz ballonni, propanni hidi bo'ladi, u ko'tarilib ketadi. Adak materiallar o'sha toza materialga qilindi. Xudo xolasa bemalol qarindosh-urug'larga ham tavsiya qilaverasiz. Bu videoni chiroyli qilib jo'natib qo'yasizlar. Yana xudo xolasa xizmat bo'lsa hammaga kelamiz xudo xolasa. salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bergan pullaringga rozi bo'linglar. Sog' bo'linglar. Bizni kuzatib, YouTube'da kuzatib turaverasizlar. Salomat bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Va nihoyat mana natujni patologlarimiz tortish jarayonlari boshlandi. Mana burchaklarni o'zi ilib qo'yilgan, tayyor yana bitta burchakni ilyapmiz. Ko'ringlar mana bu cho'ziluvchan narsa. Hozir buni qizdirish jarayonlari ketyapti. Qizdirib tortiladi. Mana yon tomonlarni qistirmay turamiz, faqat burchak tomonlarini qistiramiz. Sababi hozir buni ustiga stretch plyonka yopishtirilgan. Sababali nimadan zavoddan mashina olsangiz ham yangi salafani bilan keladi-ku. Shunga o'xshab bu ham salafani bilan ustiga salafan kiygizib olib kelganmiz. Bu pechatlariga shikast yetmaydi. Toza holatda, chiroyli holatda keladi. Gullari ham mana tiniq holatda keladi shunda. Hozir o'sha burchaklarini ilib olgandan keyin buni asta-sekin li bilan shilib tashlaymiz. Mana gullarga ham qanday deylar, ajoyib chiroyli holatda, mana kapalaklarigacha bor. Mana pechatlarimiz o'ta ideal, o'ta tiniq holatda. Zarlarigacha mana ajrab turibdi, tillarang zarlarigacha. Gullarimiz oq yo'lda qilindi. Hozir o'sha Farg'ona viloyati avval degan joydamiz. Avvalda mana ishlarimiz yakuniga yetyapti, xudo xolasa. Mana pechatlarimizni tiniq holatlari va salafanni o'zi shilishga o'zi tayyorgarlik. Burchaklari ilinib bo'ldi. Hozir mana plyonkasini asta-sekinlik bilan shilib tashlaymiz. Buni shilingandan keyin hozir mana shu gullari ham yana yarkiroq bo'lib ko'rinadi, chiroyliroq bo'lib ko'rinadi. Salafanda ham ancha vidini to'sadi buni. O'sha stress shilingandan keyin mana hozir bu gul yana ham yarki bo'lib ko'rinadi. Orqa tomonlariga ahamiyat beringlar-da. Ajoyib chiroyli holatda, tiniq holatda chiqqan. Chang, qo'l, barmoq izlarini izi qolmaydi, xullas shunda chiroyli bo'lib turadi. Qurishda ham tekis quriydi.
Mana ozchilik jarayonlari hozir oz qoldi, mana burchakda qoldi. Mana shilingan tomonlar ahamiyat beringlar, mana zarlarigacha ahamiyat beringlar. Ajoyib, tiniq, ideal holatda chiqdi mana. Pechatlarimiz kачествоsi o'ta zo'r, 15 yil garantiya. Ajoyib. Endi bu hozir shilinib bo'ldi, endi yon tomonlarini mana shu har o'rtadan osilib turgan tomonlarni tortib chiqiladi yana qirg'og'iga. Shu holatda bu yana ham taranglashadi. Taranglashgan sari bu gullar yana ham yarki bo'lib yaltirab chiqadi. Mana ahamiyat beringlar. Har bitta barglari, gullari dona-dona bo'lib turibdi. Ajoyib, chiroyli, ideal holatda turibdi. Mana e'tibor beringlar. Qadrli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Razmerlarni ham shaxsan o'zim o'lchaganib boraman. Yuzga nima ketadi tavsiyalarimizni beramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Mana ajoyib holatda. O'ta tiniq, o'ta go'zal holat. Oq joylari ham mana. Mana shuvashgan dog'lari yo'q. Bu yerdagi joyimizda mana aboylar o'zi tayyor qilib qo'yilgan joy ekan. Devorlar o'zi xom g'isht, tepa tomoni o'sha disp qilingan joy ekan. Dispning ustidan yana remont qilib, kraska qilib yuraman. Undan ko'ra shuni ustiga natejnoy tortib beringlar aka deyshodi. Mana ko'ringlar qirg'oqlarini disp qilingan qirg'oq. Mana natejnoy qilib beringlar dedi. Shu joyga mana natejnoy patologni o'zi tortib bitkazib beryapmiz. Mana o'sha 1 soat ichida bu narsa bo'lyapti, bityapti. Qadrli obunachilar, mehnatimizni qadrlagan holatda bir dona like bosib qo'yinglar. Yana yangi videolarni qilib chiqaraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qadrdonlar.